Oxirgi savolga imkon beraylik. Qiyomatda savol javob degan profil. Assalomu alaykum. Alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Allohga shukr, siz bilan gaplashishni nasib qildi. 1 yilcha kutdim. Salomat bo'ling. Mana bilmadim ham. Qiyomatda shu xayolimga kelib qoldi. Qiyomatda agar masalan ayol kishi eriga xiyonat qilsa-da, bu narsa Allohning oldida shu qiyomatda shu nima bo'lsa, ochilsa shu sir. Ana shunda agar er kechirdim deb yuborsa, dayus hisoblanadimi yoki yo'q? Xo'p. Dunyoda shunaqa bo'lsa desangiz manfaati bor. Qiyomatda unaqa desangiz nima manfaati bor hozir savoldan sizga? Manfaat endi bilmadim, shu xayolga kelib qoldi. Bu qanday bo'ladi agar o'sha holatda xiyonatini bilib xiyonati bu dunyoda ochilmadi-da, narigi dunyoda ochilib o'sha joyda agar mayli kechirdim o'sha ayollar shuncha yil masalan yashab hurmatidan yoki o'sha jannatga kirishidan yoki o'sha sevishidan kechirib yuborsa, o'shanda dayus hisoblanib qolmaydimi degan xayol kelib qoldi-da. Xo'p, tushundim. Shuni nima manfaati bor? Birinchidan savol berishlikda birodarlar, xayolga kelib qolgan narsani so'rayverish to'g'ri emas. Bu xatarli ham hattoki. Qur'oni Karimda Alloh taolo la tas'al an ashya in tubdalakum tasuhum degan. Hamma narsani so'rayvermanglar. Agar uni javobini eshitsanglar, sizlarga yomon bo'ladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom davrlarida bu savol javobga tegishli masala. Sizga dars bo'lsa uchun aytayapman-da. Ko'p kutdim deganingiz uchun sal manfaatliroq islom ta'limotini o'rganib qo'ying. U qiyomatdagi hodisani keragi yo'q. Agar shu savolni shu dunyodagi savol bersangiz foydasi bor edi. Masalan, bir er xotinini ushlab oldi zinoda. Shuni kechirib olsa dayis bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Buni javobi hozir kerak bizga. Shunaqa hodisalar bo'lganda nima qiladi degan. Endi qiyomatda shunaqa bo'lsa kechirib olsa dayis bo'ladimi? Uni foydasi yo'q. Chunki qiyomatga borib bo'lganmiz. Undan keyin bir insonni dayus qilib, uni jahannamga kirgizadigan o'tda hisob-kitob yo'q. Unda amal yo'q, hisob bor. Hozir hisob yo'q, amal bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalomga Oysha radhiyallohu anhoga qilingan tuhmatdan keyin oyat nozil bo'ldi. Ya'ni kim bir ayolni zinoda ayblaydigan bo'lsa, 4 ta guvoh keltirishi kerakligi aytildi. Shu oyat nozil bo'lgandan keyin bir odam kelgan. Hali bo'lmagan, hali hodisa bo'lmagan, hayoliga gap kelib qolgan. Aytganki, ey Allohning rasuli, men degan o'zimni ayolimni zinoda ushlab olsam, qatdan 4 ta guvoh olib kelaman degan. Unga ham 4 ta guvoh kerakmi degan. Hali hodisa bo'lgani yo'q. Deganda Sa'd ibn Muoz aytganlarki, men so'rab o'tirmas edim deganlar. Qilichni olib turib, ikkita oyog'ini o'rtasiga urib maydalab qo'ya qolardim deganlar. Shu hodisada, savolda. Shunda sahobalar aytganki, bay Sa'dning rashkini qaranglar deganlar. Deganda payg'ambar alayhissalatu vasallam aytganlarki, sizlar Sa'dni rashkidan ajablanyapsizlarmi? Men Sa'ddan ko'ra rashkim kuchliroq. Allohning rashki meni rashkimdan kuchliroq deganlar. Bu hadisdan ko'zlangan maqsad nima? Rashkim bor ekan deb jazolashlikka hech kimning haqqi yo'q. Samasudga ruxsat yo'q. Meni ham rashkim kuchlik, lekin qonunga amal qilaman degani bu. Allohning ham rashki kuchlik, lekin muhlat beradi. Banda tavba qilsa kechirishi mumkin degan ma'noda. Yoki har bitta jinoyat qilgan odamni o'sha zahoti jazosini berishlikka shoshilish to'g'ri emas degan ma'noda. Mana shu hadisning davomida nima kelgan? Bir hafta o'tib o'tmasdan, 2 kun 3 kun o'tmasdan haligi odam uyga borsa, xotini zino qilib turibdi-da.
hali bo'lmagan hodisani so'radi, boshiga keldi. Keyin uni qavmi uni rosa qattiq malomat qilishgan. Seni mana shu bo'lmagan ishni so'raganing sababli bizni qavmimizni, bizni qabilamizni ya'ni obro'sini tushirding sen deb uni qattiq malomat qilishgan. Shuning uchun do'stim, birodarim, savolni hammaga siz sababli aytyapman, savolingizga alohida tashakkurda bu tomonlari ochish uchun sabab bo'lgani uchun. Savolni xayoliga kelib qolgan savolni bermaslik kerak. Savol beradigan inson kitob o'qigan inson bo'ladi. Kitob o'qisa, dinini yashasa, dinida, hayotida o'sha savolli vaziyat yuzaga keladiki, savol beradi. Kitob o'qiydiki, savol beradi. Va u savoli yechim uchun bo'lish kerak. Voqea hodisaga tegishli bo'lish kerak. Xayoliga kelib qolganini bersa, Alloh ko'rsatmasin boshiga kelishi mumkin. Har narsani so'rayvermanglar. Agar uning javobi intubdalakum, agar sizlarga uni nimaligi aytilsa, oshkor bo'lsa, ya'ni muammo kirasizlar. Sizlarni o'zingizlarga og'ir bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Boshqa bir hadis bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Alloh subhanahu va taolo 3 ta narsani yomon ko'radi dedilar. 3 ta narsani. Nima? Birinchisi kasratus sual. Birinchisi ko'p savol berishlikni yomon ko'radi Alloh taolo. Ikkinchisi idoatul mal. Molni zoyi qilishlikni yomon ko'radi. Uchinchisi qiyla va qol. Dedini yomon ko'radi. U undoq debdi, bu bundoq debdi, Alloh taolo yomon ko'radi. Aniq dalil bilan ummat foydasi uchun harakat qilishlikni targ'ib qiladi Alloh taolo. Kasratus sual, savolni ko'p beraverish, xayoliga kelib qolsa ham savol beraverishni Alloh taolo yoqtirmaydi. Savolli emas, biz ko'proq amalli g'amida bo'lishimiz kerak. Shunda agar inson o'zining amaliga ko'ra gapirsa, jim bo'lib qoladi. Jim bo'lib qoladi. Ba'zi ulamolar aytadi, men ilm o'qib xalqqa shu narsani yetkazish zarurati borligi uchun gapiraman. Bo'lmasa gapirishlik mas'uliyat. O'zimning amalimga qolsa gapirish qatta. Mas'uliyat bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan hadis bor. Kim bilganini yashirsa, qiyomatda uljima bilijamin nar deganlar. Jahannamda olovli yugan bilan yuganlanadi, bilganini gapirmasa. O'shaning uchun ulamolarni gapirishligini ummat talab qiladi agar gapirmasa. Lekin do'stlar, birodarlar, xayolga kelib qolgan narsani so'rash, o'zi o'qimay o'rganmasdan bir domla chiqib qolsa so'rab qo'yaman deyish to'g'ri emas. Dangasalik keltiradi. Fikrlashdan odamni to'xtatib qo'yadi. Ilmdan, targ'ibdan, ya'ni insonni rag'batini so'ndirib qo'yadi. Shuning uchun bunaqa narsalarda sergakroq bo'laylik. Qiyomatda dayus bo'ladimi? O'sha zahoti kechirsa dayus bo'ladimi? Qiyomatda amal yo'q. Bir amalni qilib jinoyat qiladigan bo'lsa, unaqa jinoyat yo'q. Qiyomatda inson bitta savolgagina javob izlaydi. Nima? Alloh meni kechirarmikin degan. Menga nima bo'larkin degan savolni o'ylaydi. Bo'ldi. Fatima radhiyallohu anha onamizdan, Fatima tuz-Zahra alayhissalomdan rivoyat bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar, qiyomat dahshati shunaqa dahshatki, odamlar qip yalang'och chiqadi ko'chaga, tiriladi, kiyim bo'lmaydi. Deganda Fatima onamiz hayhot deganlar, juda hayoli bo'lganlar. Yuzlari qizargan, qanaqa bo'ladi? Qanaqa qilib bunaqa yuramiz deganlarida qiyomatning dahshati shunaqa dahshat bo'ladiki, inson o'zini erkakmi, ayolligini esdan chiqarib qo'yadi, jinsini esdan chiqarib qo'yadi. Birovni jinsiga, birovni avratiga qarash u yoqda tursin, o'zini ayolmikin, erkakmikin esdan chiqarib qo'yadi. Shunaqa tashvish og'irligidan. Shunaqa tashvish og'irligidan. Demak, u dunyo emas, dunyoni o'zida bunaqa savol bor. Bir odam ayoli zino qildi, qo'lga tushdi. Va
samimiy tavba qildi. Samimiyligini eri bilib turibdi. Ulamolar aytadiki, hech kimni unga aralashishga haqqi yo'q. Xohlasa qo'yib yuborsin, yoqmasa. Xohlasa yashasin, dayus bo'lmaydi. Nimaga? Endi samimiy tavbasini qabul qilyapti-da. Lekin ayoli zino qilyapti, qo'lga tushdi. Tavbasi ham aniq emas. Mayli deb yashab yuraversa, unda dayus bo'ladi. Dayus bo'ladi unda. Hadis sharifda aynan mana shu matn kelgan. Bu yerdagi farqni bilish kerak. Samimiy tavba qilgandan keyin ixtiyor unda, oilaga boshqa odamning burnini tiqishlikka shariat ruxsat bermaydi. Yashasa yashayversin, aralashmang. Masalan, meni tabiatimga yoqmasa, mening tabiatim u, yashamaslikka haqqim bor. Lekin uni tabiati ko'tardimi, tavbasini, samimiyligini bildimi, yashayversin. Shariat uni dayus demaydi. Dayus kim? Dayus, ad-dayus allazi yuqirru li ahlihi al-khubtha. Imom Munoviy aytadilar, ay az-zina deydilar. Dayus shunday odamki, ayolini zino qilishligiga iqror bo'ladi. Ya'ni qo'yib beradi. Bor, mayli deydi. Qilaversin deydi. Shunaqa odamlarni eshitdik, ayolini yoki qizini Dubayga jo'natyapti. Nima ish qilishligini bilib, aeroportda kuzatayotganini ko'rdim deydi. Bir tanishimiz. Ko'rdim deydi. Bu shunaqa joyga borasa bilaman deb kelamish. Shunaqa dayuslar bor, ularga jannatning hidini Alloh taolo harom qilgan. Jannatda hid olmaydi ham. Bu dayus u. Lekin tavba samimiy bo'lsa, kechirib yashayman desa aralashmang. Bir odam keldi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning oldilariga. Aytdiki, ayolimni yaxshi ko'raman, lekin ayolimni etagi bo'sh dedi. Ya'ni kimga bo'lsa eshigini ochib o'raveradigan, kim bilan bo'lsa gaplashib ketaveradigan, sal yengilroq ekanda. Desa payg'ambar alayhisalom qo'yib yubor dedilar. Qo'yib yuborsam, orqasidan o'zim ham ketib qolaman dedi. Unda yashayver dedilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom insonni oilasiga burun tiqmayaptilar. So'radi, javob berdilar. U yo eplolmayman desa, unda o'zing bilasan dedilar. Mana shu masalalarni o'zlashtirib qo'yishimiz kerak. Birodarlar, shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Facebookda yana yozishyapti, onangizni haqorat qildi, uyga borib o'ldirib yuboring deydi. Kim bir kishini onasini haqorat qilsa, o'zini onasini haqorat qilayotgan bo'ladi. U jakuyni o'sha nima gapirayotgan bo'lsa, o'zini onasi bilan o'sha zinoni qilayotgan odam u. Unga nima ish qilish kerakligini bizga provokatsiya qilishga hech kimning haqqi yo'q. Biz o'zimiz bilamiz uni. Qanaqa o'yin ketayotganini, nimalar xohlashayotganligini ovozlarigacha bilib turibmiz. Biz masalan shaxsan men u tezakni umuman kuzatmayman. O'zi bloklab qochgan bir paytlar, endi hozirgi kunga kelib xotinlarni ishtoniga kirib olib bir o'yinlarni qilib ko'rdi. Hech narsa o'xshamadi. Endi borgan har anaqada yangi tuhmatlarni uyushtirib kelyapti. Shundoq qolmasligiga iymonim komil. Menga aql o'rgatmaylar bu masalada. Men o'rni kelganda so'rab olaman. Bunga yuqorida aytdim men, kimdir provokatsiya qilayotgan bo'lsa, yo sodda masalan nimaligini bilmaydi, yoki xoin. O'sha xoin tarafda turib, ular xohlagan narsani mendan talab qilishyapti. Amir Temurda miting uyushtiramiz, "Oy, musulmonlar chiq" deb targ'ib qilgan Miraziz Bozorov eplolmagandan keyin maydonga kimni tashashdi? Abraham Moshenni tashashdi. U chiqib turib keyin mutlaqo zid LGBTga qarshi ko'rinib odamlarni mitingga chaqirdi. Maqsad bitta. Jumla ikki xil, maqsad bitta. Bu ham shu. U tezak unga nisbatan mendan reaksiya xohlayapti. O'shaning uchun o'zini onasi bilan zino qilyapti. O'shaning uchun o'zini onasini
fohisha deyapti, o'shaning uchun o'zini dadasini qimorvoz deyapti, og'ziga kelgan gapni gapiryapti. O'zini mocha deyapti. Natija kutyapti. Kutib tur, natija bo'ladi. Uzoqqa bormaydi. Alaysa subhu biqarib. Tong yaqin emasmi? Tong yaqin. Kulli atin qarib. Har bir kutgan narsa keladi. Kutyapsanmi? Kut. Bular ateistlar, xudosizlar, mushriklar, dinni dushmanlari ahmoq bo'ladi, birodarlar. Nimaga? Ular o'sha yomon narsani so'raydi. Yaxshi narsani so'raganda edi, aqlli bo'lardi. Agar Allohing bo'lsa boshimdan tosh yog'dirsin degan edi mushriklar. Qarang, o'ylang. Agar Allohing bo'lsa meni hidoyat qilsin deganda edi, sal hidoyat, ya'ni yaxshi narsa so'ragan bo'lardi. Bular o'sha yomon narsani so'rayapti. Bir ateist kecha aytayapti. Men jahannamga solaversin, qo'rqmayman. Men jahannamga solsin deyapti. To'poy. Farazan jannatga solsin deb agar pozitiv bo'lsang, gapir shuni. Sal to'g'riroq bo'ladi, aqlliroq odamning gapi bo'ladi. Sen jahannamga sol deyapsan. Farazan sen o'ylaganchalik yo'q deyapsan. Farazan, ya'ni sen o'zing faraz qilib ko'r. Bo'lsa, nimaga jahannam so'ragandan kir desa nima qilasan? Bular ham shu. So'raganini oladi, birodarlar. Bular aqli noqis, aqlining zakotini, ya'ni bermagan odamlar. Ya'ni menga aql o'rgatayotganligi aytayapman men. Agar men o'zimni aqlimni sallarga bersam, o'sha aql o'rgatayotgan profildagilarga butun dunyoga donolik qilardilar. Bu ham bir qiziq gapda. Birodarlar, shu joyda suhbatni yakunlaymiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Musofirda yurgan birodarlarimizni safarlarini bexatar, qilayotgan ishlariga barakot, ahllariga sog' salomat, ulkan g'animatlar bilan qaytishlarini Alloh taolo nasib qilsin. Ko'p qarzdor birodarlarimiz duo so'rayaptilar. Alloh subhanahu va taolo